Germaniyaga ketish haqida juda ham ko'p ma'lumotlarni eshityapsiz va siz Germaniyada o'qish va yashash rejangiz bor. Aynan bu jarayonda sizga tajribali, ishonchli va kuchli hamkor kerak. Sizdan asosiy talab qilinadigan hujjatlar bu eng muhimi til sertifikati. Biz tomonidan esa sizning universitetga kirishingiz, kafolatlangan 50% gacha bo'lgan grantni qo'lga kiritish va talabalik vizasiga barcha jarayonlarni amalga oshirgan holatda vizani qo'lga kiritish. Shu paytgacha bizning 100% talabalarimiz hammasi vizalarni qo'lga kiritishgan va hozirda Germaniyada o'qishmoqda. Siz ham ular qatorida bo'lishingiz mumkin va hoziroq harakatni boshlang. Sababi har yili biz Germaniyaga boramiz va Germaniyadagi universitetlar bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorligimiz bor va bu jarayonda to'liq nima qilishni, qanday qilishni juda ham yaxshi bilamiz. Universitetga topshirish, grant yutish, blokshot ochish, vizaga topshirish, xullas siz bu yerdan Germaniyaga borguningizgacha bo'ladigan jarayonda nimalar qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, siz bilan birgalikda amalga oshiramiz. Shunday ekan, hoziroq harakatni boshlang va biz bilan birgalikda Germaniyada o'qing.